Damingiz nechigacha chiqdi? 150. 150. Lekin preeklamsiya bo'lib yotmadingiz-a? Yo'q, qo'rqinchli bo'ldi. Srogida tug'ildimi bola? Ha, 38 hafta. 38 hafta. Tug'ilishda yig'ladi. Ha. Ha, kesir bormi yo o'zingizmi? Kesir. Kesir. Ko'krakka qachon qo'yishdi? Ertasi kuni qo'yishdi. Normalniy endi bola, kislorodda yotmadi. Yo'q, yo'q. Raddomdan necha kunda chiqdinglar? 5-chi. Kindiga qachon tushdi? 10-chi kunlarda o'sha tushdi. 13 kunda tushdi. Yaxshi uyda. Qonamadi, suvlanmadi. Yo'q, yo'q. Hammasi yaxshi bitib ketdi. Demak, bola sarg'aydimi yo'qmi tug'ilgandan keyin? Sarg'aydi. Sarg'aydi. Sarg'aygandan keyin nimadir dori ichdinglarmi yoki yotdinglarmi? Fotolampa oldinglar 5 kun. 2,5-3. Hozir menga shikoyat bormi? Dahan titrashi, burunlar atrofida ko'karishi. Yig'lasa titraydi. Kuchanishlarchi? Qorni og'risi. Qorni og'risi bor. Ich kelish qanaqa? Bir kunda bir mahal keladi. Sal hali bor, sariqlik ko'proq axlat CD bilan chiqib ketish kerak, emizish kerak bolani, xo'p? Tak. Hozir aralashdami yoki faqat burni o'skami? Aralashda. Yaxshi. Yuzlarida ozgina muramiz bor, sarg'ayishlar bor. Tak. Cho'chib ketishlar, mana ko'ryapsiz, burunlar atrofida ko'karish bor. Cho'chib ketishlar bormi yo'qmi? Yo'q. Bor. Yig'laganda qotishlar yo'q, birdan baqirib uyg'onib turishlar yo'q. Yo'q, yo'q.